aylanib ko'ringlar, 18% dan avtokredit hech qayerda yo'q, faqat bizda bor. Misol uchun O'zbekistonda 35 ta 40 ta bank bo'layotgan bo'lsa, luboyni aylanib chiqinglar, faqatgina bizning bankimizda yillik foizi 18% dan avtokredit bor. Bu rostmi usta, o'zingiz ayting? $1000 dan $2000 pulinglar bo'ladigan bo'lsa, kelasizlar, yiliga 18% dan qilib beramiz, gapga javob beramiz. Agar pulinglar kamroq bo'lsa ham, misol uchun boshlang'ich to'lovga pulinglar yo'q, rasxodlarga pulinglar bo'lsa ham qilib beramiz, faqat foizi sal balandroq bo'ladi. Ikki xil tartibda ishlayapmiz hozirda. Yog'ini Bahodir aka tanishtirib o'ting. Birinchisi 18%lik, uni boshlang'ich to'lov ozgincha balandroq bo'ladi. 26%lik bo'ladi. Boshlang'ich to'lovingiz kerak emas. Faqat oformiylarni nomeriga pul olsangiz bo'ldi. Yana bitta narsa, bizda treyder xizmati bor. O'zingiz eski minib yurgan mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, olib keling, baholatib olib keling, 200-300 balandroq olib qolamiz. Xo'p, endi mashinalarda oylik to'lovlari va boshlang'ich to'lovlari haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, bu tomonda ko'rib turgan bu qanaqa edi aka buniki? Yillari 2022-yil avtomat korobka, qora bayrimiz bo'ladi. Oylik to'lovi 5.400.000 so'mdan chiqadi. Xo'p, bu tomonda mana Monzamiz turibdi, 5.5 milliondan chiqadi oylik to'lovi. Bosh to'lovi bor. Mana bu tomonda mana Nexia 3imiz chiqadi. Oylik to'lovi 4.200.000 so'mdan chiqadi. Keling baho aka, tushuntiringlar. Hali javob bo'lmagan. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin, jentralarimiz bor, jentralarimiz bor. Xo'p, 5 bularni million oshiqlardan chiqadi jentralarimiz. bosh to'lovi yo'q, faqat nominlarga o'tishiga taklif qilasizlar. Hamma jentramiz 18%. 3.400.000 3.400.000 dan chiqadi, 18%. Mana bu Nexia 3imiz ham 18%. Bu ham 3 million atrofidan chiqadi, 3 millionga bormaydi. Narada Sparklarimiz bor, 2.200.000 dan chiqadi. Cherry mashinamiz bor, 18%liklardan. Bularda ham oylik to'lovamiz bor. Avtomatkorga jentramiz ham bor, 18%lar. Ularda ham oylik to'lovlash 3 million nari bersin. Baho akam aytdiki, 5-aprelgacha dedi, puli bormi, puli yo'qmi, kelaversin dedi, damat mashinasini qilib beramiz. Agar pulinglar bo'lsa, misol uchun 500 dollar pul bo'lgan bo'lsa, kraskasi yo'q, ideal holatdagi sifatli mashina oladi. Endi pulingiz sal mundoq bo'lgandan keyin sal etvetida kraskasi bor. Shunaqa mashina qilib beramiz. Bir so'm biz kerak bu. Ha, misol uchun ko'pchilik yili eski mashinasini olib borib tashlab yuboryapti-da, metall bo'lgan. Biz aytayapmiz, mana bu hokim aytayapti, nomerini yechib qo'ygan bo'lsa ham olib keling, deyapti. Yaxshi narxda qilib olib qolamiz. Xuddi shunaqa. Deyapti. Yilni farqi yo'q. Yilni farqi yo'q. Keling, faqat puli bilan olib keling. Ha, o'zingizning nomingizga yili yangi mashina qilib beramiz. Bu tomonda damatlarimiz bor. Ha, Sparkimiz bor. Oylik to'lovi 2.200.000 so'mdan chiqadi. Bosh to'lov qiziq bo'layotgan bo'lsa, 90lik 123 42 95lik 742 1949 larga aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Baho akam aytdilar, bugun kechga yana 10 ta mashina kirib keladi. Bu degani ertaga bu tomon pulni to'lab bo'ladi. Bemalol tashrif buyuradilar, Viberlar ko'p. Labo kerakmi bo'ldi, muammosi. Keling, labo qilib beramiz. Cobalt kerakmi bo'ldi, keling, muammosi. Farqmi? Muammosi yo'q. Videoga like bosing, bizga obuna bo'ling. Mana ishonch taraflari Baho akam bo'ladi. Kelayotgan bo'lsanglar, yaxshi bonuslarni qilib beradi. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan va oxiriga yetarli gapingiz. Mana bittani shunday solishtirib ko'ramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt Spark bo'ladi. 2.200.000 dan. Shunaqada bor, bunaqasi 2.200.000 dan yo'q joyda. 3.5 milliondan. Mana 3.5 million atrofidan. Gentra qayerda bor? Gentralar 5.800.000 dan chiqadi. 4.800.000 dan Cherry 2023 60 ming yurgan. Ha? Qayerda bor bular? Qora bayra. Bular 18%lik. 5.800.000, 5.700.000 dan chiqadigan gentralarimiz 26%. Bitta narsani esinglardan chiqarmanglar-da. Misol uchun bosh to'lovsiz degansizlar o'zib turib, bularga kelib yopishmanglar-da. Bularda ma'lum bir miqdorda bitta iPhone puli bosh to'lov bor. Shunaqa. Kelaverasizlar, hammanglarni joyimizda kutamiz. Xo'p, telefon qilsanglar, misol uchun bu kishi notariusda bo'lsa ko'tara olmay qolsa, yana bir kishi misol uchun bankda bo'lsa ko'tara olmay qolsa, yana bir kishi mashinani tayyorlab keltirgani mo'ykaga olib ketgan bo'lsa, telefon qilsanglar ko'tara olmay qolsa, sizlar yolg'on ekan, mashina ekan demanglar. Toshkent shahri Index bozor F3 blokka keling. Ertalab 9 dan kechki 21:00 gacha ofisimizda odam bo'ladi. Kelsanglar, ustinglarni olib kelib ko'ringlar, minib ko'rib, tekshirtirib ko'rib, mashina olaverasizlar. Xuddi shunaqa. Kelaversa biz mana shu har doim xizmatdamiz.